Qizilqumda me'yordan 3 barobar ko'p yog'ingarchilikning kuzatilishi kichik suv obyektlarini hosil qilyapti. Xususan, Buxoro viloyatining Peshku tumani Gazli shaharchasidan shimolda dengiz paydo bo'ldi. To'g'ri eshitdingiz. Ayni mana shu hududda Shirbuloq degan sel o'zani uzoq yillar davomida suv ko'rmagan hududda hozir yangi bir dengiz paydo bo'lgan. Ko'pchilikda savol paydo bo'lyapti, o'zi paydo bo'lishi qanaqa hosil bo'ldi bu dengizni degan. Bu yil mana shu dekabr oyidan may oyiga qadar juda ham ko'p yog'ingarchilik kuzatildi. Xuddi Qizilqum cho'llarida tog' etagidagi bir yog'in kuzatildi desak ham bo'ladi va mana shu suvlar baribir birlashib qayerdadir yig'ilishi muqarrar edi. Xususan Shirbuloq dengizining paydo bo'lishida hukumatning ham, suv xo'jalik vazirligi tuzilmalarining ham tashabbusi bor albatta, chunki baliqchilik sektorini rivojlantirish uchun kichik kanal qazilib, sizot suvlarini mana shu ko'lga yo'naltirish ishlari davom etyapti. Mana Rahimov Fozilbek o'zining Terra X nomli Instagram yoki Telegram sahifalarida ham 2 yil davomida mana shu hududda dengiz paydo bo'lgani bilan bog'liq bir videolarni ulashmoqda. Fozilbek va Erkin akalarning ma'lumotlaridan kelib chiqib, Toshkentdan 750 km yo'l yurib, sizga ushbu yangi go'zallikni jonli ko'rsatish uchun yetib keldim. Sun'iy yo'ldoshdan olingan oxirgi tasvirlarga e'tibor bersak, ko'l maydoni 80 kvadrat kilometr yoki Buxoro shahri va Chorvoq suv omboridan 2 barobar kattaroq hajmga ega. Ko'lga suv Buxoro viloyati sizot suvlarini to'plagan holda 126 km uzoqlikdagi kollektor kanalidan tortib kelindi. Hozirda cho'lning flora va faunasida ham katta o'zgarishlar bor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. O'zbekistondagi barcha iqlim o'zgarishlari haqida ma'lumotlarni kuzatib borish uchun Erkin Abdullahovning Telegram va Instagram sahifalariga obuna bo'lasiz. Sun'iy yo'ldosh orqali bo'layotgan o'zgarishlarni davomiyligini kuzatib borish uchun esa Terra X sahifasiga obuna bo'lasiz va O'zbekistonning barcha tumanlari haqida to'liq ma'lumot beruvchi 160 manzil sahifasini ham kuzatib borish esingizdan chiqmasin.